Hadi tamam, bitta salab qo'y. Ancha ishtasiz xalqiga. Allohning fazli. Allohdan. Azizlar ko'rib qo'yinglar, mana hammalaringning nomlaringdan jigarni bag'rimga bosdim. Zo'rsiz, ancha siz. Fermer akamiz xohlaganlarcha kelib olasizlar mashina. Ko'proq keragi bor, Alloh rozi bo'lsin. Borichiga bo'laveringlar, yetmaganini. Qo'lingizda Rustamjon aka, mana sizga beraman. Bu tibbiyot bo'limida bir hoji onamiz bor. Rustamjonni ham, Hatamjonni ham, Ikromni ham obunachisi hisoblanadi. Hayır deb ketinglar, hayır. Hayır. Malades. Innami? Ha, da, shuna. Inna aytoynaka kasa fasali bi rabbuka wa nahar. Inna shani'aka. Inna shani'aka huwal abtar. Voy barakallah. Qadrdonlar, endi pressga boramiz. Po'pilar qoqishni boshlaymiz xudo xolasa. Kuzatib turinglar. Ketdi akalar. Pressga. Tugatib qoldikmi shu yerda? Ana nima bo'libdi? Kim qolyapti? Ha, bo'ldi. Pochcha qolyapti, pochcha. Orani tushirib olmaygina Bo'ldi. Bunga tarbiya bergan ota-onalarga katta rahmat.
bizni Rustamjon TV kanalimizdan ota-onalaringlarga, tarbiya berayotgan ustozlaringlarga katta rahmatimizni yetkazasizlar. Bo'ptimi bolajonlar? Katta rahmat. Obedga chiqinglar, osh qilyapmiz. Bo'ptimi? Bo'ptimi? Rahmat. Hayır deb turib birin-ketin ketamiz. Bo'ptimi? Darsga kiringlar. O'zi ham mehnatimiz qadrlar videolarga like bosib kuzatinglar. Jo'rajon aka. Ajoyib bo'ldi. Siz ham g'alati bo'lib qoldingiz. Ya, ishonchi chetroqqa o'tib oldim. Qo'shlarni qilgan hoji akamga ham zog'i suvluq bo'lsin. Chetda xizmat qilganlarni hammasini tanamizni ham ishlarini zog'iga bersin. Alloh mana shu ehson qilganlarni ham ehsonlarga qabul qilsin. Hasharchilarga ham Alloh o'zi ajr savobini bersin. Darsni yozganlarga ham qo'shlarni qilgan hoji akamga ham zog'i suvluq bo'lsin. Chetda xizmat qilganlarni hammasini tanjon sog' bo'lsin. Qatarimizdan xato bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Ana biz nimada yana bitta vaqt nimada bosinglar, laklarda, laklar. Bo'pti. Pilaramachilar o'zi. Yog'och sohasini ustasi o'zi. Qasodaga charchamayapsizmi aka? Tuzaymiz? Rahmat. Qaylarga kezib kelyapsizlar endi? Teralar kesib kelyapmiz-da aka. Yaxshi. Charchab qo'yapsizlar. Nima tega olmay? Qani Sirojin aka? Ular yoqqa ketdi. Menga bitta yordamchi qolsamaydi. Ha, bo'ldi. Olib qo'yib berib turamiz. Nima holatda? Qo'shinlar rad ketdi-da. Yigal qolar, rad ketdim qo'shinlarni. Men bora olamanmi shu yoqqa? Azizlar, Ne'matjon tog'a mahallamiz qilaramani o'g'oslar. Hozir to'g'ri bitta solib qo'y. Ancha ishtasiz xalqiga. Allohning vazniga. Allohdan. Azizlar, ko'rib qo'yinglar, mana hammalaringni nomlaringdan jigarni bag'rimga bosdim. Zo'rsiz, ancha siz. Rahmat, rahmat, rahmat. Bitkazib qo'yibsizlar unda hozir, ha? Bidonlarni hozir kolonnalarni qo'yib qo'ydik. Hozir tugatdik. Yashaylar. Endi latogimiz kelyapti, latoni urib qo'ysak, xudo xolasa. Latoni urib ustiga betonni Betonni quyamiz. quyilsa, shu bilan Sesmas tayyor. quyiladi. Sesmas tayyor bo'lib qoladi. Yog'ochlar hozir mahalladagilar aytib qo'yishgan. Assalomu alaykum, hormatlar. Sog'lig'ingiz yaxshimi, salomatmisiz? Kunduz devor ham yaxshi chiqdi-yu. Devor zo'r chiqdi. Ozgina bor, bo'yiga davomida bor. Ular tayyorlanishyapti. Tayyorgarlik ko'rishyapti. O'sha hujjatlar, ikkita hujjatlarni olib olishimiz kerak ekan. Orderni berishyapti. Mana yo'llanma qilib olish kerak ekanda, bu betdagi suvlarni. Forma to'ldirib olingan ekan. O'zlaring tinch mahal final do'stlar. Aynen. Omadlaringni xohlaganlarcha kesib olasizlar mashina. Ko'proq keragi bor. Alloh rozi bo'lsin. Borichiga bo'laveringlar, yetmaganini. Endi Rustamjon aka, mana sizga beraman. Bu tibbiyot bo'limida bir hoji onamiz bor. Rustamjonni ham, Hatamjonni ham, Ikromovni ham obunachisi hisoblanadi. Bugun avvalgi safar ham yaxshi yordam qilishgan edi. Ko'prikda. Bu safar ham yordam qilishib, ham pul berishdi 100 mingga. Nimaga mana shu loyihaga ishlatishsin nima qildi. Azizlar, duo qo'yinglar. Biz qo'ldan kelgancha duo qildik. Mana bu yaxshi xabarni eshitdik. Mana fermer ukalarimiz, azizlarimiz, birodarlarimiz istaganlaringcha kesib olinglar debdi. Bu hammaga ham bas bunaqangi
Allohning suygan bandalari shunday qila oladi. Nimagaki qila turgan ehsonlari bu xonadonga emas, o'zlari bilan olib ketish uchun tayyorgarlikda bu. Buni juda to'g'ri tushunishimiz kerak. Qani bir duo qilaylik mana shu ihson qilib turganlarga, ihson qilganlarga, bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga Allohim ikki dunyolarini obod qilgin, ko'ngillarida nima ezgu niyatlari bo'lsa, eng afzallariga yetkazgin. Bu dunyoda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ravza-i muboraklarini ziyoratiga, u dunyolarda esa shafoatiga hammalarini Allohim o'zing yetkazgin. Qayta borib mana shu Baytul Haramda turib duo qilib tavof qilishdi. Hammalariga Allohim qayta nasib qilgin. Ko'ngillarimizda Allohim o'zingga bo'lgan muhabbatni so'ndirib qo'ymagin. Bera turgan nomay amallaringda faqat o'ng tomonlarimizdan bergin Allohim. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Hozir hoji buva endi rodibda gap bo'ldi. Lattoki ketgan akamiz men o'zim borib olib kelib beraman, ozgina gaz pul bersanglar dedi. Mana o'sha gazni pulini siz olib kelyapsiz. Qarang, bir-biriga ulanib ketyapti bu narsa. Haligi Xudoyim o'zi shunday chevarki, mana juda ham ko'p holatlarda shu narsani guvohi bo'lyapmizda. O'sha 114 yetimlar uyida kranlar kelib olgan, hamma mashinalar bir 5-6 tasi plitalarda olib kelib olgan, birortasiga ham puli yo'qda. Ishonasizmi, nima qilamiz ekan endi bu? Hamma qo'yish bilan band bo'lyapti, pul axtarish kerakmi deb hayron bo'lib tursak, o'zi Rossiyadan uylariga kela turgan bir inson, bu nimadan o'zimizda Tojikistonlik bir birodarimiz, qarang. Kelishib, to'g'ri shekka keldim deb oxirgi plitani qo'ya turganda pul berib turibdi. Bunday sanasak, hamma mashinaga ham yetadi, plita qo'ya turgan kranga ham yetadi. Allohim shu darajada chevarda. Ishonasizmi? Bu o'zi qila turgan ehsonlarni barokatlar bilan qaytaradi. Xudo nasib qilsin hammalarimizga. hammasi behikmat emas ekan. Albatta. Mana o'zingiz o'ylang, hatto uyiga ham bormasdan to'g'ri Toshkentga kelib, Toshkentdan o'sha yerga borib, ehsonni qilib, keyin uylariga ketyapti-da. Allohim shunchalik chevar. Ko'rib bilib turibdi-da, hamma yerda bo'la turgan ishlar ko'rib bilib turibdi. Alloh o'zi hamisha qo'llasin. Amin. Adashtirmasin o'zidan. Amin. Buni ko'rib juda xursandman. Juda chiroyli bo'libdi, xudo xolasa. Sheranlar ham, narga sariyakdagilar ham to'sinlarga nima qilishga tushdi. Sizlar ham bugun yetib olasizlar ekan. Uyalar tashib boshlashdi. Morozaxonalarni o'ylanib turibmiz. Endi bu yog'iga qarab turib, yopib borsa yoporamiz deb turishdi. Qarasam to'sin tashlab qo'yishdi. Zo'r bo'libdi dedim, bir yo'l yopiladigan bo'libdi. U yerda ham o'sha yigitlarimiz yaxshi ihson qilishib, kesishib, boshqa qilishib olishdi. Juda ham xursand bo'ldik. Ihson qilganlardan. Alloh rozi bo'lsin. Bu hammaga ham bas. To'g'ri. Bu yerda nima hojiboy gapingiz bo'lib qo'ydimiz. Ular ozgina qiynalyapti ekan. Chunki hasharchisi ko'p bas ekanda ularni. Bu yerda bo'lma mana jigar, mana birin-ketin hali o'rnini almashtirib, har kuni chiqayotganlar bor. Bizni qiynashmayapti. Bu yerda mahalla ko'yga ham katta rahmat, be'tibor bo'lishmayapti. Mana teraklarni olinglar deyapti xohlagancha. Bunisi binasi ko'tarib. Ayniqsa men juda ko'p qoyil qolgan narsa bu yerda mana armatura mana bu. Rulonda chiqqan. Hali shisha tolali armatura. Shu sesma kolonnasiga yetib mana devornikiga ham yetyapti mana bemalol. Hammasidan oshib nimaga ishlatdi? Bunga ishlatdi, yana ortib qoldi-da. Keyin rubero tashlab ketdi, qora qog'ozli qalinidan. Haligi qora qog'oz binodan oshib, mononga ham solinib, nimaga? Podevorga, o'q devorga. Undan ham ortib yana turibdi mana. Hozir yana nimaga ishlatamiz desak, unga ham yetadi. Shu juda barakali bo'lib ketdi. Bitta akamiz chiqibdi, "Meni tashlab qo'yapman" debdi-da, o'zi qochibdi.
Ko'rinmasdan qochaydi. juda ham ko'pchiligi shunaqa qilishadi. Alloh ko'rib turibdi, biladi, shuni o'zi yetadi bizga, boshqalarni ko'rishni hojati yo'q deyishadi. To'g'ri. Hatto kelishib berishib nomimizni aytmang deyishib ketishadi. Majbur biz nimagaki olganimizdan keyin uni aytib qo'yishga majbur bo'lib qolamiz. Sababi berdimikan meni, bergan ehsonimda yo'qmikan deb o'ylamasligi uchun-da. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Salomatmisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Rahmat. Pasportlari bilan nogironlik guvohnomalarini topib achchiq kezgizib turing. Maylimi? Onam aytardi yoshligimda. Savdonda. Sen bitta ish qilgin derdi. Nimaga bunaqa derdi ekan menga deb yoshligimda tushunmasdim ekan. Endi mana sekin-sekin bu narsani mohiyatini, nimaga gapirganini tushunib kelyapman-da. Sen nimadir ishni qilgin, odamlar ko'rsin deb emas, uni men qilayotganimni bilsin deb emas. Sen qilib qo'y, mana ishni kim qildikina, juda bir chiroyli qilib qo'yibdi desin, bo'ldi, o'zi shu yetadi. Shunaqa maqsadda qilayotgan ishingni derdi-da onam. Shuni mohiyatini mana endi sekin-sekin tushunib yetyapman. Haligi qilib qo'ygan narsangizni kimdir ko'rishi shart emas. Haligi qilgan narsangizdan kimdir rohatlanishi o'zi shu katta narsa ekan. Shunaqa niyatda qilish kerak ekan. Albatta. Ulamolarimiz aytadi, sizni shu gapingizga tarbiyaviy bir nima bo'lsin deb aytyapmiz. Bu narsani nimagaki bilganingizni bilmaganlarga ayting degan. Shuni nazarda tutib aytyapmiz bu gapni. Istaganlar oladi bu narsani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qolgan ekanlar. Ota-onangizni la'natlovchi bo'lmang degan ekan. Bir sahobalar bilan o'tirganda, ey Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam, inson o'zini ota-onasini ham la'natlaydigan bo'ladimi desa, sizni qilgan ishingizni ko'rib turib, agaringga la'nat desa, siz otangizni la'natlagan bo'lasiz, onangizni la'natlagan bo'lasiz degan. Hozirgi aytganingiz hamma qila turgan ishimizni o'zimizga yoqqan bo'lsa, boshqalarga ham yoqishi uchun, boshqalarga yoqmaydigan ishdan qochish uchun qilishimiz kerak-da. To'g'ri. Nimagaki o'zimiz bilmagan holatda qo'ygan ishimiz odamlarga zarar bo'ladigan bo'lsa, odamlarga ziyon bo'ladigan bo'lsa, bir nima deydi, zahmat qiladigan bo'lsa, o'zimizni padarimizga la'nat qo'yamiz. Insonda ikkita narsasi bor. Bittasi olib ketadigan narsalarimizdan bittasi shuki, ayniqsa o'zbekda bu. O'zbekka berilib turgan bahoda. Ikkalasi ham juda ham qudratli narsa. Bittasi qilgan ishingni ko'rib, otangga rahmat desa. Ikkinchisi, Alloh o'zi asrasin, hech qaysi bandaga bu ravo ko'rilmasin. Qilgan ishingni ko'rib, ham padaringga deyilsa. Ko'ryapsizmi? Xudo saqlasin. Xudo saqlasin o'zi. Azizlar, hammamiz ota-onalarimizni ruhoniyatlarini shod qilish uchun qilaveraylik. Nima ish qilsak ham shunaqa qilaveraylik. Boshqa nimalik yo'q. Mashinaga o'tmaydi ekan-da baqa. Mashinaga boshqa joyga borish kerak. Ha, bismillah. Qadrdonlar, hasharimiz oshi buzilyapti mana. Sizlardan bahramand. O'tiringlar, ayollar o'tiringlar. Bismillah. Voy. Ey. Lazerga O'rmalagan osh. yurichoy. Shunda laganda o'zi tepaga surib o'zi chiqataman deb qopti, tovoqqa qarab. Oshni tindiratda bu amakimiz. Yutib qo'ydi. Qo'llari dast bo'lmasin. O'sha baram bor, rahmat. Sog'lik, charchamay. Qozon shakillar. Yo'q. Yog'oq boshimiz. Ana qanday qatnaymiz ekan? Hojiboy shu yaqinmi? Yo bog'dan yuraylikmi? Shahdan yuraveraylikmi? Bismillah. Shahdan yuraveraylik? Ha, yuraylik. Hop. Yo'q, o'tasi qo'yaman,
O'sha po'rda olib kelar deylik. Lazeramiz poyezd vagoniga o'xshab ketibdi. Va shunaqa Cho'zilib. cho'zilib. Xizmatga odam ular joyga bormaydi. Va tepaga yuraydi. Yurib chiqasan sen. Yeb bering, nonni berib yuboring. Non ashincha tepada. Bu yerdan non bermay qo'yavering hozir. Non ko'p yuradi. Qadrdonlar ketdik, endi mehmonlarga ko'rsatamiz. Oshimiz solinaveradi. Hozir ham uyda. O'zimizning xonada. Qalasizlar? Assalomu alaykum deb qo'ydi. Qani? Ha degan. Assalomu alaykum degan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Atingiz nima? Muhammad Sodiq. Hormaylar degan. Hormaylar, obunachilar qalaysizlar deng. Qo'lga ko'tar. Qalaysizlar degan. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik degan. Ruscha she'ri bormi? Qani bitta eshitaylik ruscha she'rdan? Ha. Qani? Bitta eshitaylik, ha. Nimani? Haligini aytib berdi-ku ashuni. Ha. Aytaka charchab olmayapsizmi? Aldamizlar, hozir chiqaman. Aytaka charchab olmayapsizmi? Like qilasizlar. Like qilasizlar. Kelavering. Choy qayerda ekan? Choyni. Aytakan damlayapti. Aha. Voy, bugun to'libmiz-ku. Assalomu alaykum. Bugun dara boshqacha bo'pti-mi? Assalomu alaykum. Hasharchi bo'lib ketdi, hamma mana ko'payib ketdi. Qadrdonlar, daramiz to'lib boryapti. Kelmaysizlarmi? Boshi bo'lsa bering. Bitta tovoqdan osh yeb. Ertaga qattiq hashar bo'ladi, ertaga kelib. Bu yerda oshi o'ta boshqacha bo'ladi. Bir ko'pchilik bilan boshqacha kelinglar. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Bugun bir ajoyib boshlandi kunimiz. Inshaalloh beton quyayotgan joyimizda 41-maktab, ha? 41-maktabda 2A sinfidan shu polvonlarimiz, shovvozlarimiz bir ota-onasi yaxshi tarbiya bergan, ustozi va chiroyli tarbiya bergan bolajonlar ozgina bo'lsa ham qo'lidan kelgancha chupa-chupsga sendvich olasizlar, hot-dog olasizlar deb berganmi? Uydagilar. Bu bola nima deb bergan sizga? Ustalarga deb bergan. Bu bolaning ota-onasi ustalarga berdi, men chamamni mana shu 10 mingni bergan shekilli. 5 ming, ha, 5 mingni beribdi. Qolganlar 2 mingdan, 10 mingdan qilib kimnidir ota-onasi, kimnidir o'zini choy ichasan deb bergan pulini yig'ib chiqishdi. Alloh rozi bo'lsin, duo qilib qo'ylar. Bu mahallani zo'ragan deb xursand bo'lib yursak qarang, mahallaning bolajonlari mana maktab, 41-maktab shu. Shu yerdan ular bizni derazadan ko'rishyapti-da qilayotgan ishlarimizni. Kelayotgan mahallasidagilar taniydi, hasharga kelayotganlar tanib, bular ham qo'ldan kelgancha ehson qilib yig'ib chiqishdi. Alloh rozi bo'lsin. Yoshligidan shunaqa ehsonlarni tushunib, hasharni tushunib katta bo'lgan bolalar, xudo xolasa zo'r bolalar bo'lasizlar-a? Ehson qiladigan boylardan bo'lasizlarmi? Alloh yetkazsin shu kunlarga. Barakalla bolalar, zo'r bolalar, malades. Atinglarni isminglarni aytishdinglar-a Sirojjon akam kanaliga? Zo'r. Endi bitta sinfdansizlar-a? Qanday saflanasizlar? Darrov saflaninglar-chi? Bo'y-bo'yiga. Tomonga qarab, tomonga. Jismoniy tarbiyada saqlanadigan qilib. Tezda, tez, sallatski. Bunaqasidan qo'y. Tez. Aha, tezda. Aradan o'tamiz. Javohir turadi. Hop. Ha,
Sal oramizni ochamiz. Ketdi. B. Yonboshga chiqamiz. Muhammad Ali Sobir. Sobirov, qaytamiz. Muhammad Karim Shokirov. Zo'r. Vali Ubaydulla. Zo'r. Akbar Abdullah. Malades. Jumakoziyev Shohjahon. Qattiq qaytamiz. To'xtang, qaytamiz. Bosh qaytdi. Qattiq qaytamiz. Jumakoziyev Shohjahon. Zo'r. Qattiq. Muhammadov Abdullah. Muhammadov Abdulloh. Bahramjon Sarsiyev. Bahramjon Abdullah. Umarov Abdulloh, ha? Anvar. Anvarov Abdulloh. Chaparali Muslimjon. Bu ismlarni ham ko'ryapsan, to'xtab turing. Hammasini ismlari juda chiroyli ismlar ekan. Juda go'zal ismlar qo'yilgan ekan. Kimga keldi? Abdurahim Akbarjon. Abdurahimov Akbarjon. Zo'r. Qambarov Asiljon. Qambarov Asilbek, malades. Qayumov Nizomjon. Qayumov Nizomjon. Rozaliyev Abdullah. Rozaliyev Abdulloh. Jumanazarov Javohir. Jumanazarov Javohir. Sharipov Yahyo. Sharipov Yahyo. Hasanboyev Bunyodjon, ha? Hasanboyev Bunyodjon. Malades. Eng esli bola mana shu bola ekan. Ha? To'g'rimi oshlar eng esliga? Yuvosh, ha? Malades. Zo'r. Endi 10 ga bular уже vayannidan ham darsdan tushyapti-ku bular. Barakalloh. Bolalar Abdurahmon akaning kanali. Obunachilari milliondan o'tsin. Obunachilar milliondan o'tsin. Yana shunaqa videoga chiqishga bizga nasib qilsin. Yana shunaqa videoga chiqishga Xudo xolasa esdalikka qollar bolajonlar. Rahmat. Mana shu qilgan ehsonlaringizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Sizlarga mana shu ehsonni boshlanishi bo'lsin. Oldin ham qiluvdilar-a, keluvdilar-a sizlar? Yo'q, u 2B edi. 2B edi u. Shunaqa ehsonlaringlar bardavom bo'lsin. Ehsonni katta kichigi bo'lmaydi bolajonlar. Eng muhimi mana keldinglar, katta esdalik qoldi sizlardan, yaxshilikka hissinglarni qo'shdinglar. Malades bolalar. Bergan tarbiya bergan ota-onalarga katta rahmat. Bizni Rustamjon TV kanalimizdan ota-onalaringlarga, tarbiya berayotgan ustozlaringlarga katta rahmatimizni yetkazasizlar. Bo'ptimi bolajonlar? Katta rahmat. Obedga chiqinglar, osh qilyapmiz. Bo'ptimi? Bo'ptimi? Rahmat. Hayır deb turib birin-ketin ketamiz. Bo'ptimi? Darsga kiringlar. Hayır deb ketinglar. Hayır. Hayır. Malades bolalar. Qadrdonlar, yuraklarim g'alati bo'lib ketdi. Bu ikkinchi sinf, birinchi sinf o'qigan paytlarim esimga tushib ketdi. Safda kirib, safda chiqib, gruppa bo'lardi birinchi sinfligimizda. Ovqatlangani chiqardik, shunaqa safda chiqib, safda kirardik. Hamma o'zini qatorini bilardi. Men adashmasam 6-chi yo 7-chi qatorda turardim. Men sinfimizda eng kichkinasi bo'lganman. Eng yilim yoshi ham, oyi ham oxiri men edim. Esimdan chiqmaydi. 7-chi yoki 6-chi qatorda turardim. Chiqib kelardik. Shunaqa davrlar rosa esimga tushdi. Obunachilar qaranglar. Sizlar ham topolmagan gaplarni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Yuraklarim g'alati bo'lib ketdi. Rahmat. Sog' bo'linglar. Ishlarimiz davom etyapti. Xudo xolasa bugun to'sin tashlashga harakat qilmoqchimiz. Bitta surpriz yangilik bor. Rustamjon aytmadi uni. Biz ham aytmaymiz-da. Bilmayman, qaysi biriga surprizlar ko'payib ketyapti. Surprizlar ko'payib ketdi, qadrdonlar. Sirojin aka. Assalomu alaykum. Abdurahmonning obunachilar, yaxshimisizlar? Qaranglar. Allaqayam bo'lmay qolyapti, biz ham hayajonlanib ketyapti. Ko'lni sepib ketib qolyapti. Ko'lni sepib ketib qolyapti. Sep yo'q edi, ketib qolyapti. Sizlar turinglar, like bosib, obuna bo'lib, ozgina olsa ham mehnatimiz, qadrlar videolarga like bosib kuzatinglar. Sho'rajon aka. Bunaqasi bo'lmagan. Alloh bularni qalbiga solganda, ko'raylikchi, bilaylikchi, mana shuni ihsonni qilishda Alloh bularni qalbiga soldi. Ilohim qabul qilsin. Katta bo'lganlaringda duodan etdim. Alloh bularni kelajagini parlaq qilsin. Amin. Bizni kelajagimizda bular, bizni kelajagimiz. Mana shu bularga ibrat bo'lsin, o'rnak bo'lsin. Ilohim har bitta bolani kelajagi zo'r bo'lsin, zo'r o'qishlarda o'qisin. O'qiganda ham olim bo'lsin, ilmli bo'lsin, taqvoli bo'lsin. Bularni tilayman. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Mana shu kanalga obuna bo'linglar. Obunada juda ish ko'p. Obuna bo'lish ham bitta hikmati bor. Chunki kengayadi, yana ham yaxshi bo'ladi. Faqat ijobiy yaxshi tomonga bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar. Rahmat. Qadrdonlar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Like esdan chiqmasin, iltimos.
kirib ko'rganki odam like bosaversin. Akamiz ham ketdi. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sachingiz sog'ligingiz yaxshimi aka? Sizsiz? Sachin. Rahmat, video bilan bo'lib ko'risholmadik aka. Hashargan aka siz ham? Ha, Xudo xolasa. Ana hasharga kelibdi aka. Kelaverasizlar. Shaydamiz. Taniganlar akamiz. Ismingiz nima edi aka? Islomjon aka. Islomjon akamiz hasharga kelibdi mana. Taniganlar Islomjon aka ham shu yerda kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Chiroyli Kechagi nimaligi endi men kanalimni chiqarib hozir turgan surprizda. Qanchaga kanalim? Kecha katta xizmat qilgan. Terakka borganmiz. Bu videoda ko'rasizlar. Siz qo'ymaysizlar videoga hali? Yo'q. Bu anaqa hali Gollivud kinolari bo'ladi-yu. Ha. Ashunga o'xshab olinganda u. Kuchli ishlayapti uni montaji ham bo'lyapti. 3-4 kun montaj oladi. Oshnangiz emas ekan Islomjon aka? Kattalari bor. Nechinchisiz? 91. 90. Ya bizdan katta ekan. Sizlarga yaqinroq ekan. Ha, yaxshi. Like bosamiz, like iloji boricha. Akalarni ishlarni qo'llab-quvvatlaymiz. O'sha mustaqillikda tug'ilgan akalarimizni biz ancha katta deb o'ylaymiz. Chunki juda qiyinchilikni ko'rgan insonlarda biz уже 93-yillarda ancha yengillikka kirib qolgan paytlar bo'lsa kerak biz tug'ilgan yillar. Nimaga bashkent qurmiz. Aka uchun katta hisoblaymiz, to'g'ri, mustaqillik paytida tug'ilganlar. Aka Ulubek Iqbol akam ham keldi mana. Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar hammalaringga salom. Charchamanglar. Siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Bugun va'da berganman 10 mingta qilamiz, prosmotr qilamiz, mashkanada. 2 mingtadan o'tmayapti ekan. Mana qilmanglar, video tarqatib, mana bosishni unutmanglar. Hozir biz odam istayapmiz, qo'shimcha uyni buzib, tani beton qo'yib bu narsalar qilgani. Men mana Hasharchi oz shu desanglar. Ko'ryapmanmi? Shunga o haliga odam ishlaydigan anaqa bo'ladi, to'planib pitay turishadi. Ashnaqa bo'lsa ham borsaymikin deyapmiz hozir. Biz ko'rib turganlar bo'lsa kelinglar qadrdonlar hasharga. Shu yerda tezlashtirmasak bo'lmaydi. 12-13 kun vaqtimiz qoldi bu yog'iga. Tezlatish kerak. Sesmani ozgina sholasi qolib ketuvdi mana. Shuni quyilyapti, mayog'i bo'lgan. Undan hozir bo'lgandan keyin mayoqdan sekin to'sin terib, shilibkalar qoqilaveradi, xudo xolasa. Shunga bizga ishlaydigan odamlar kerak. Hasharchilar 1 soatga bo'lsa ham hissangizni qo'shing shu yerga kelib. Kim bekor turgan bo'lsa. Qishda ko'pchilik bekor-u. Ya menga aytmayapti deb o'ylamang, iminni sizga aytilyapti bu gaplar. Именно. Siz. Opa siz emas, o akaga aytyapman. Bekor bo'lsiz, nima kelavering mana. Nima bo'pti Namanganliysiz, nima bo'pti Andijonliysiz, nima bo'pti Farg'onaliysiz. 50 mingga kelib olasiz menga. Bir kun bo'lsa ham yotadigan joylarimiz bor, bemalol kelaveringlar. Bir kun yarim kun qolaman degan insonlar bo'lsa. Tezlash kerak bu yog'iga, qadrdonlar. Siqilib qolyapti shu yerda. Video olib turibsan, ishlamaysan deganlar ham bo'ladi odamlar o'zi. Video qilmasam ham bo'lmaydi-ku. Video bo'lmasa sizlar qani ko'rasizlar bizni? Mana bosin. Like kesdan chiqmasin, like. Bugun siz like so'ramang, men o'zim so'rayman. Faqat so'rasin. Ha. Obuna bo'lib qo'ysin, cho'g'iz. Siz so'rasiz bo'lmayapti baribir. Obunachi ko'paymagani yarasha xo'rlarimdan qolyapman. Shunaqa ham qilasizlar, qadrdonlar. Endi mana bu hali kaltasidan bo'ladimi? Nimada? Kalta, almatidan kaltasidan. Hozir olib kelaman. Mana.
Ha? Ha. Bugun bag'ini kecha ekilgan tomonimiz to'sinni qo'yib yuboramizmi? Ha, qo'yilaveradi o'sha. Yana qo'yib yuborish. To'singa borib kelaman men ana. Anaqa kattalarni nima qildi keyin.